Olay 2 kundan keyin 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni oldindan aytib berishing nima sovg'a beri. To'planisha olmayapsan, choyxonaga kelisha olmayapsan, bugungi kunda senlar bayram qilsang bo'laveradi. Faqat bitta shart. 8-mart meni bayramim degan libo oshnamga sovg'a beraman, o'lib ketsin. Bitta bekdan tashqari, bek sen 8-kun tug'ilgan kuning, sen o'yindan tashqari holatdasan, skitkamiz senga amal qilmaydi umuman. Sen kirmaysan o'yinga. Qolganlari maqsad sovg'a bermaslik ekanda, tug'ilgan kunda qada eding, 14-yanvar qada eding deyishayotgan bo'lsang, yer yuzida hamma o'zini foydasiga jinni, shu jumladan men ham. Senlar o'qigan joyda biz haydalib ketganmiz. Ana shuning uchun qizlarga bu skitkamiz amal qilamiz deyotganlar, qizlar endi xalqaro xotin-qizlar kuni endi ko'ryapsizlar, dunyoda o'zi tinchlik va shu O'zbekistonda bo'lyapti, xolos. Ko'ngillarga sig'am men dunyoda mana digi o'layotgan paytda. Ana shuning uchun bolalar sizlarga o'tadi bu. Faqat ashi gap shu. Men bayramimni deysam bo'ldi.